Assalomu sizlar bilan Zubbirodbek. Bugun sizlar bilan qanaqa xarita topsa bo'ladi ma'mindan. Sizlarga ko'rsataman. Bitta xohlagan karta tanlab olasizlar. Va o'shanga kirib mantagi xohlagan uylarga kirsanglar bo'ladi. Hozir to'xtab turinglar. Mana orqada sizlarga xarita qanaqa olishni o'rgataman. Birinchi bob bizga anav kerak. Itni tuxumchasini bitta narsasi kerak. Keyin qo'yasizlar, keyin suyakni ularga berishinglar kerak. Keyin sizlarga o'rganadi. Keyin unga kirasizlar. Kirganinglardan keyin sizlarga mana shuni olasizlar. Keyin o'shani olganinglardan keyin it qani? Mana it. Keyin mantagi creative map bor, o'shani bosasizlarda, keyin bunday oldiga borib bunday qilasizlar, sandiqlarga qarasanglar, bitta bunaqa bor. O'shani bosasizlarda, keyin bunday qarasanglar, u xarita bo'ladi. Shunaqa xaritalar beradi. Ko'pchilikka kerak deb umiddaman. Bunaqa xaritalarni hamma joydan topsanglar bo'ladi. Mas bitta itmi? Bilmayman, endi xohlagan joylarga ketsanglar bo'ladi. Shunaqa qilib xaritadan ketaverasizlar qidirib o'yib. Bu yoqqa bittanasi yopishtirib qo'yganmi, bitta yashirib qo'yganmi? O'shanaqasiga ketaverasizlar. Bunaqa hammaga kerak deb o'ylayman. Mana bu itdan agar ko'p bersanglar, ko'p xarita beradi. Shunaqa xaritalar berishi mumkin. Video to'xtadi. Aytgancha obuna va like bosib qo'yishni unutmanglar.